Bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Xalq bir maza qilsin. 74 mingdan 105 minggacha go'shtlarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga chegirma bor. Go'sht 24 tashkiloti 81-yildan beri ish faoliyatini yuritib kelyapti. Go'sht 24 ga Mongoliya, Pokiston, Qozog'iston davlatlaridan go'shtlar keltiriladi. Hatto o'zimizda yetishtirilgan mol qo'ylarni go'shtlari ham bor. Go'shtlarimizni 3 xil ko'rinishda topsangiz bo'ladi. Yangi so'yilgan, sovutilgan va muzlagan. Eng kamida 20 kilo sotiladi. Jigar, endi obunachilarga chegirma do'dasan qilib berasiz. O'zi bizda hamma narsa kepenyapti, yo'q-ku. Bosh xotirmang. Obunachilarimizga 5% chegirma qilib berasiz. Yo'q, aka, o'zi hamma narsa bizda arzon bo'lsa, sifatli bo'lsa. 4%. Yo'q, aka. Mayli, sizdan kelgan obunachilarimiz uchun 1% dan 2% gacha chegirma qilamiz. Aka bilan zo'rg'a 2% gacha ko'ndirdi. Sharabarachi akalar, ko'ryapmiz, bozorlarda narxlarni zo'r sindirib tashyapsizlar. Qani, bu akani ham narxini sindira olasizlarmi? Kommentda Sharabarachi akalarni belgilab ketinglar.